Xo'p, endi manzil guruhi va manzillar va ta'riflarni ko'rib chiqamiz. Manzil guruhi deganda biz asosan tumanlarni nazarda tutamiz. Deylik, Farg'ona viloyati bo'ladigan bo'lsa, Farg'ona viloyatida 12 tuman bo'ladigan bo'lsa, 12 tumanni tuzib chiqamiz. Agar o'sha joyda faoliyat yuritmoqchi bo'lsak, yoki ikkitasi yo uchtasi yurmoqchi bo'lsa, o'sha uchtani kirib chiqamiz. Deylik, men Beshariq tumanini ketmoqchiman. Bu yerga o'sha tuman nomini yozaman. Mana Beshariq tumani chiqaveradi tepada. Ustiga bossak, o'sha lokatsiyasini oladi o'zi xaritadan. Endi biz buni yaqinlashtirib, sentrini o'zimiz belgilab qo'yishimiz mumkin. Deylik, sentr emasmi? Hop, keyin radius. O'sha shahar ichi va shahar tashqarisi degan narsa bo'ladi tarkib dasturida. Radiusi qancha? O'shani belgilashimiz mumkin. Ya'ni o'sha radiusdan tashqariga chiqsa, boshqacha qimmatroq narx topiladi. Deylik, 5 kilometr desak, 5000 metrga oshirishimiz kerak. Bo'ldi, saqlanadi. Endi qo'shildi. Endi biz shu tumanga ta'riflar biriktirishimiz kerak. Ya'ni bu tumanda qanaqa ta'riflar ishlaydi? Hozir yana bir tuman ko'rsatib, to'liqroq tushuntirib beraman. Deylik, endi Oltiariq. Yoki Oltiariqni olmaymiz. Ishton tumanini tanladik. Deylik, Ishton tumani deymiz. Sentrni belgiladik. Radiusini ham buni ham 5 kilometr dedik. Mana biz hozir ikkita tuman qo'shdik. Endi biz ikkala tumanda har xil narxda ishlashimiz mumkin. Ya'ni mana Beshariq tumani va Ishton tumani tartibga chiqdi. Ta'riflar belgilaymiz. Mana misol uchun bizda bu ta'riflar qo'shilgan standart. Buni o'zimizdan qo'shmasak bo'ladi xohlaganimizcha. Deylik, Beshariq tumanida standart bilan komfort tarifi bor ekan. Shuni belgilab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi Ishton tumanida komfort, biznes, standart, labo ham bor. Mana 4 ta ta'rif bor, bunda 2 ta ta'rif bor. Ya'ni biz tuman bo'yicha ta'riflarni boshqara olamiz va ta'riflarga alohida narx qo'ya olamiz. Misol uchun, Beshariq tumani standart tarifini ustiga bossak, buni kilometr narxlari, minimalkalari, hissiyotlar hammasi chiqadi. Deylik, mana minimal masofani narx, ya'ni minimalka haydovchining kelish narxini bunikini misol uchun 5000 so'm qilib, bu night value degani bu ketish qiymati. Buni 6000 qilamiz. Bu night value o'ng tarafdagilar bu kechqurungi narxi bo'ladi. Bu kunduzgi narx, ya'ni kunduzi 5000 mingni yozsa, kechqurun 6000 mingni olishi mumkin. Endi kilometriga, mana markazdan tashqari har bir kilometr uchun narx. Haligi bir radius belgiladiku, har bir tumanga. O'shadan tashqariga chiqsa radiuslar kilometr narxi 5000 so'm bo'ladi minimalga, uning ustiga kilometr narxi. Deylik, mana 2100 2200 ketyapti. Har bir kilometr uchun narx. Bu markaz ichida. O'sha 5 kilometr ichida 2000 so'm hisoblasa, markazdan tashqariga chiqsa 2100 so'mdan hisoblaymiz. Endi har bir daqiqa uchun narxi. Ya'ni deylik 1,5 daqiqa bepul kutadi. Undan keyin daqiqasiga 400 so'mdan qo'shib ketadi. Hop, minimal masofa metr. Minimal masofa metr degani, deylik, mana minimalkamiz 5000 so'm. Shu 5000 so'mning ichida haydovchi borib ketishni bosganda, ya'ni mijozni olib yurishni boshlaganda 5000 so'mni ustiga pul qo'shib ketish kerakmi yoki qanchadir masofa bepul yurish kerakmi degan narsa minimal masofa degani. Deylik,
Hozirgi holatda 2 kilometr bepul yurib qoladi. Biz misol uchun 500 metr desak, xohlasak 0 qilib qo'yamiz. Men kartaga desam, buni 0 qilib qo'ysam bo'ladi. 500 metr qilib qo'yadigan bo'lsam, endi buni 5000 haydovchi keldi, 5000 so'm yozadi. И 500 metrgacha hech qanaqa pul yozmaydi. 5000 so'mni ichida bo'ladi. Endi 500 metrdan u yog'iga pul yozishni boshlaydi. Endi keyingisi minimum vaqti. Ya'ni qancha bepul tutadi. Haydovchi bordi, mijoz oldiga, mijoz chiqmayapti. Bitta bosib qo'ysa, hozirgi holatda 1,5 daqiqa. Ya'ni soniyada 90 soniya 1,5 daqiqa. Buni ta'qirlab o'zgartirsak bo'ladi mana. O'zimizga ma'qul qilib. Endi markazdan tashqari minimal masofa narxi. Bunimiz tepadagimiz bu markaz ichidagi. Ya'ni 5 kilometr radius belgilab qo'ysak, o'sha radius ichida minimalkamiz 500 so'm. Bu nimaga kerak? Demak, tumanni markazida gavjum bo'ladi, mashinalar ko'p bo'ladi, odam ko'p bo'ladi. Minimalga arzonroq bo'lishi mumkin. Lekin markazni tashqarisida bo'ladigan bo'lsa, u yerga borib tashlagandan keyin qaytishga zakaz bo'lmasligi mumkin, shunga ham qimmatroq bo'ladi. Bu minimalkasini xohlasangiz ichkari bilan bir qilib qo'ying, xohlasangiz alohida qiling. O'tkazsangiz bo'ladi. Misol uchun 6000 so'm qilib qo'ysak bo'ladi. Shunaqa qilib narxlab ketishimiz mumkin. Buni tarifni narxlab keta olamiz holatda. Endi deylik, mana bu Beshariq tumaniki bo'ldi. Endi Rishton tumanikini ham alohida sozlab chiqishimiz kerak bir marta. Ya'ni mana standart tarifni ustiga bossak, bunga alohida narx qo'yishimiz kerak. Ya'ni Rishtonniki misol uchun 7000 so'm bo'ladigan bo'lsa, mana Beshariq ichiga kiradigan bo'lsak, mana 5000 bilan yonyapti minimalga. Rishtonniki 7000 bilan yonyapti. Shunaqa tarifni alohida sozlab chiqishimiz mumkin. Bu bilan bizga shu har bir tumanda alohida ishlashimizga yordam beradi. Ya'ni siz necha tuman ochgan taqdiringizda ham har birida alohida narx qo'yib, minimalkalari ham yo'g'ini alohida qilishingiz mumkin bo'ladi. Manzil guruhi shunaqa. Endi manzil guruhiga manzil qo'shib chiqishimiz kerak. Ya'ni o'sha tumanni sentr joylari. Delik, mijoz telefon qilib, raqamga telefon qilib, men shu yerga boraman desa, dasturda o'sha manzil bo'lishi kerak-da. Mana 5 tumantaligi u sentrni chiqarib qo'yadi. Delik, mana Best Market ustiga bitta bosamiz, mana o'zilar kattasini olib beradi. Bekka Best Market deb qo'yadi. Bo'ldi. Enterga bossak qo'yamiz. Yana filtr bosamiz. Mana 5 tanlaymiz. Yana mana qo'shganlarimiz o'zi avtomatik chiqib qoladi. Dedik, yonimda yana nima bor? Hammasini qo'shsak bo'laveradi maktablarda. O'zimiz belgiladida. So'ng markaziy o'yingoh. Mana so'ng filtr bosib va mana markaziy o'yingoh belgilaymiz. Va belgilab qo'yib qo'shib ketaveradi. Mana shunday manzillarni qo'shib chiqishimiz kerak. Ya'ni mijoz telefon qilib, menga markaziy o'yingohga bosmay bering desa, aniqlashini bilarmiyuz baribir. O'shaning uchun shu holatda bo'ladi. Biz shaxsiy tanlasak, endi mana qo'shgan joylarni o'zi chiqarib qo'yadi. Ya'ni ikkita manzil qo'shganmiz. Bu mana bu radiusimiz. Manzil va manzil guruhlari shunaqa. Endi holatda bu manzilni misol uchun qaysi manzilni chiqarmoqchi bo'lsangiz, uni noaktiv qo'yishingiz mumkin. Nofaol qilib qo'ysak, u vaqtinchalik qilmaydi. Biz o'ylab zakaz berayotganmiz. Manzil guruhini ham shunaqa noaktiv qilishingiz mumkin. Endi keyingi videomizda tarifni tushuntirib beraman. Ya'ni bu tariflarda ham standart biznes tarif, komfort, LTB'larda ham xohlaganimizga qo'shishimiz mumkin bo'ladi.